Transport International Rotors bo'lar ekan. Strashi tegmadimi deyapman-da, men tomladi qarang. Yo'q, mana. Shoshilib kelib o'zi aytdi, tormozi yaxshi ishlamaydi quvvani. Yana kelib solyapti. Hali O'zbekistondan to'liq chiqmasimda perival yopilgan. Kechqurun qolgan mashinalar. Juda go'zal manzara. Anjiganlar. Mayskidan soat 1:30 da chiqib keldim. Uje bu uchinchisi bo'lsa kerak. Buni даже kranda olyapti. O'zbekistonniki ekan mashinalar. Chetdan ko'rsanglar bo'ladi, mana u oldida saprovojdeniya qilib ketyapti. Har safar lavoyim sinali paytda o'tganimda mana shu gaylar to'sardi. Qani ko'ramiz, hozir to'sadimi, to'smaydimi? Ha, chekadagisi. Mana shu yerdan tortib, buni ham oxiri ko'rinmayapti. Transport International Rotors bo'lar ekan. Buni tarjimasi tirri, ya'ni xalqaro bojlarga ham kafolat, ya'ni 3-4 ta qo'shimcha qulayliklari bor. Bir nechta davlatga borish uchun bojxona plombasini buzmasdan olib o'tish imkoni, shunaqa narsalarning vazifasini biroz bajaruvchi tir qog'oz. Bu yuqalsa 18 million atrofida shtrafimda nimasidir turardi. Buni ishlatgandan keyin qaytarib olib kelib berish kerak uyushmaga. 2026-yil 13-fevraldan hammalarga assalomu alaykum. Qozog'iston va Rossiyada ob-havolar yomonligi uchun juda ko'p dam oldim. Bir oydan oshiq dam oldim. Yaqinda 5-fevraldan boshlab mana shu O'zbekistonning ichida 13-fevralgacha ishladim. Toshkent, Andijon, Vodiy bo'ylab qatnab ko'rdim, diviziyani qanaqa, qaysi viloyatdan qanaqa yuk chiqarish, logistika, qayerda qanaqa ishlab chiqarishlar bor, shunaqa narsalarni ko'proq o'rgandim, ma'lumot oldim, shunaqa narsalar. Tak hozir Moskvaga qarab yo'lga chiqarganmiz. Buni bu yo'g'i 15 kun videoni olishni boshladim, chunki O'zbekistonda olgan narsam sizlarga qiziq bo'lmasa kerak deb o'yladim, chunki Moskva gigant davlat, gigant yo'llar, yomon ob-havolarni ko'rdinglar, auditoriyam eskilar, shu uchun. Hali O'zbekistondan to'liq chiqmasimda perival yopilgan va katta mashinalar shu yerdan boshlab to'xtatishni boshlabdi. Hozir Sadoqatga burilish, ya'ni Yaypan tarafdan, Qo'qon tarafdan kelyapman. Yukni Beshariqdan yuklaganman. Andijon tarafdan kelish polniy va probka. Sabab perival вообще qor, yo'llar yomon bo'lyapti. Sadoqatgacha hali qancha bor bilmadim. Mana shu probka bo'lsa. Hali O'zbekistondan chiqmashimdan shunaqa probka, yo'llar yomonligi, ob-havo yomonligi shunchalik. Ichib olsam nima bo'ladi bilmayman. Bu lekin qo'qish yo'q, Allohga tavakkal. Qanaqa narsa bo'lsa boshimizga tushsa ko'ramiz, yechimini topamiz, harakat qilib borib kelamiz. O'ting aka. Kirib olish kerak, akamiz avarinki yoqib qo'ydi. Ozgina shunaqa sabrli bo'lib yo'l berib borsak, hech nima o'zgarmaydi. Hech nimadan kech qolmaymiz, 5 minut, 10 minut bu yoqqa. Bo'ladigan joylar bordi. Strashi tegmadimi deyapman-da, men tomladi qarang. Yo'q, mana. Yo'lda aka, biron joyda ko'rishib olamiz, nomeringizni oldim. Yo'qda endi hech qancha yurganim yo'q, lekin mana shu orqaga kelib soldi, shunaqa nasrenalarim buzilib ketdi, shunaqa asabni ham menga chiqarib yubordi, ana odam yana ishtimi bo'lmadi deydi. Ishtimi bo'lmadi emas, buning ichidan ko'radi, ana oshiq-moshiqlari bor, eshikni yopilayotgan payt bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Keyin uni remenlab, o'zi yaqinda Namanganda remont qilgan edim. Imunda shu narsani, men remen, ana eshik standartga joyiga kelmasa, teng bunaqa bo'lsa, bir tarafiga remen tortib, haligindan qilib, mo'ljallatib qaytadan yopishim kerak. Shunaqa ish ko'payib ketadi. Shoshilganda zo'r udobstvo qilib, cho'tki qilib remont qilib qo'ydim. Men odam tiqdi hamma shu shoshilmasdan yursa, boradi baribir shu yerga. 5 minut, 10 minut shoshilmasa boradi, shoshilib kelib o'zi aytdi, tormozi yaxshi ishlamaydi quvvani. Yana kelib solyapti. 1 minutda bitta mashina o'tkazyaptim, bilmadim. Anchadan beri o'tiribmiz, juda sekin yuryapmiz. Mana shu mashina meni orqamga kelib soldi. Tim bo'lib pusto ekan. Hozir naves postdan chiqib ko'ramiz dedim. Mana bitta nimani sindiribdi-da, chiroqni pad nomerdikini, ana eshikni manaqa cho'qilatib qo'yibdi unaqa joyini. Ikamiga mana uni ham bukkan ochadigan, anaqa открывашка bor, uni qo'l qo'yadigan. Shunisini ham buzgan, qiyshaytirib olgan. O'chirt normalniy. Oradan ancha vaqt o'tdi, hali ham bekig. Bekig'mi, ochiqmi hech kim bilmaydi. Nimaga bunaqa sekin ishlayapti, tortyapti. Sonda mana shunaqa yurib qo'yapmiz. Atak mashina anchadan beri o'chiq turadi.
Va nihoyat soat 8 deganda yurdik. Srazi bitta ochib yubordi, Tarozga ham to'xtamadim. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Bunaqa darajada tupizm rivojlanmagan davlatda yashaymizmikin deb xafa bo'lib ketaman ba'zida. Qaranglar, oddiy bitta probka, hamma mashina bir-birini tanimayapti, o'chirta turib kelyapti, 2 qatormi, 3 qatormi, xullas murosa qilib kelishib kelinyapti. Mana yerda svetoforga, Tarozining yonidagi svetoforga kelsak, gay aytyapti, bizga tepadan komanda bo'ldi, bosish tepaga dedi. 100 tacha mashina Taroziga kirmasdan bosdik, kirishmadi dedi. Bosdik. Navespostga chiqsa, Navespostdan Taroziga kirmabsan deyapti. Ha, xo'p, gay shunaqa dedi desa, gay tanimayman, men orqangga qayt debdi. Yana qaytib hozir mana yerdan razvorotga kelaman desam svetofordan. Bu yerdan qilmaysanda, dash sadoqatga yana tushib, o'sha yerdan razvorotga tushasan, qilib chiqasan deyapti gay. Spichkani yoqdimda, aytdim, nima dedingiz aka desam, indamadida nariga qarab ketib yuboryapti kamerani yoqsam. Keyin ashetdan sho'pirlarga ratsiya iltimos qildim, o'tkazib yuboringlar, shunaqa holat bo'lgan dedim. O'tkazishib yubordim. Mana shu razvorotda turgan son mingta mashina bor. Mana shu furalar hammasi razvorotda, mana to'xtab, mana ketgan ham qaytib razvorot qiladi. Chunki Taroziga kirmasdan haydatib yubordi boshida o'zlari. 2 marta razvorot qilib chiqdim. Shundan keyin mana endi umuman yopildi. Одиночкаga va bitta mosliga ikkita mosliklar o'tib ketyapti bemalol. Naveska ozgina qoldi, 300 metr atrofida. Shu yerda joy bor ekan, keyin dedim riskovat qilmasdan to'xtaver, ertaga dedim sal bo'shasa yoki ochilsa keyin yuraman dedim. Chunki tepadan tushayotgan bitta tanishim aytishi bo'yicha qor juda ko'p, aylanib balonlar bo'ladigani bo'lyapti. Uchala palasada ham fura to'sib qolgan, chiqa olmayapti, orqaga tusha olmayapti. Shunaqa tepada probkalar bo'lar ekan. Soat 8, qorlar ham dingan, havo ham ancha ochilib qolgan. Sekin Navespostdan o'tdimda, Mayskiga qarab, chegaraga qarab yurdim. Chunki bexavotir Mayskiga yozdirgandim dokumentga. Xudo xolasa tezda o'tib ketsak, yana bir gap bo'lar u yog'i. Kechqurun qolgan mashinalar mana shu yerda qolib ketardim ekanda men ham yurganimda. Havo ochilib ancha chiroyli bo'lib qolgan, qaranglar. O'zida 80 kilometrlik perivalimiz bor. Shuni deb 2 sutkalab aeroportdan kech qolgan odamlar qancha, yana boshqa ish bilan, yumush bilan, shoshilinch ish bilan ketayotganlar qancha, hammasi pishadi. Ob-havo ham bu yerda qor ham juda qattiq yog'ar ekan. Mana shu yerda mesni qilib yurganimda ko'rdimda. Shabada bilan shunaqa yog'ib berar ekan, qor o'zi ham 10 minut, 15 minutda moshsami oldini bunday mana qilib yubordi-da, ana kapotlarni qor qilib yubordi. Mercedesdan o'tib ketdi. Nimagadir 22 tonna yukim bor, moshdan zo'r tortyapti, ko'z tegmagur. Juda go'zal manzara. Anjiganlar. Qorni chekaga yumilgan qorga qaranglar. Eshitishim bo'yicha Mayskida unaqa o'chir ko'p pas ekan, где-то 1 kilometr, 1,5 kilometr atrofida. Xudo xolasa borsam 2 soat, 3 soatda u yoqqa o'tib ketsam kerak deb niyat qilib turibman. Kechqurunga o'tib olsam Shimkentda damda olib, keyin bitta yuramiz. U yog'i vobshe qor, bundan ham betar, sovuq, juda qattiq. Shunaqa ob-havo bo'lyapti ekan. Yoz bo'lib ketdi-yu, atrofni qaranglar. Havo -18 gradus. Mayski chegara postga ozgina qoldi. Turkiston hududiga xush kelibsiz. Shu Mayski chegarasining atrofida Turkistonda yana kichkina qishloqcha bor. Narmanniy Padyon manet. Oldinlari o'chirt mana shu yerdan ham bo'lardi. Mana shu aylanishdan, mana burilishdan boshlanardi. Bir marta shunaqasiga to'g'ri kelib qolganman. Endi hozir chegaragacha netsa 3-4 kilometr atrofida, 4-5 kilometr atrofida bordi. Shunda hisobda 5 kilometr o'chirt bo'lardi ekan. 5 kilometr, 6 kilometr. Вот oxirgi burilish. По-моему, mana shu 10 yillar уже Qozog'istonga qaraydi.
Oldingi reyslarimni Rossiyadan Qozog'istonga o'tadigan payti mana plomba troslarim eskirib ketgan, chirib ketgan edi. Bitta joylari uzilib ketgan edi, qinchilib. Ular shu trosni yangi olganman, hali qo'ymagan edim. Hozir mana shu yerda qo'yib olishim kerak, chunki O'zbekistondan chiqqan plomba iladi. Uje kelib qoldim. O'chir qayerdan ekan? Bu yerda 1 kilometr, 1,5 kilometr atrofida o yerda furular ko'rinyapti. Mana shu yerda ferma bor, mana shu fermani metka qilib oladi ko'pchilik. O'chirt qayerda desa, fermadan o'tib yoki fermaga yetmasdan yoki fermani oldida. Ular shunaqa. Atak o'chirt hozircha mana yerdan boshlanibdi. Endi mana shu dokumentlarni elektron o'chirib qilganini berib qo'yish kerak. Nima deysiz aka? Yo, отдельный. 3ta 5mida? 3ta 5mida? Hozir pasport bilan texpasport olib beraman. Xuddi shunaqa remenlarni shunaqa qilib tortdim-da, полностью tarang qilib, mana oralardan o'tkazdim-da. Sezgan bo'lsanglar, salonda gilamlarim yo'q edi. Ichki xo'llarim yo'q edi. Bularni yuvdirgan edim mashiresda. Torttirib oldim-da. Hozir sizlarga mashinaning qisqacha obzor qilib beraman. Вот birinchi etajda рабочий kiyimlarim bu tarafda, bu taraf ham kerak emas, mabodo kerak bo'lib qolsa, iloyim kerak bo'lmasin, ham mashinaning tagiga yotgani, boshqaga. Bu yerda yangi kiyimlarim. Так что hamma kiyimlar shu yerda, bu yerda choy, idishlar, guruch, shunaqa narsalar ovqat qilishga. Bu taraf qozon, skorovodka, mana zapaska filtr olganman, atistonli filtr, salarka filtr, tagida remenim bor. Aktunshtil, mana turadigan narsalar, mana bu stopga qanaqadir narsa xullas. Xaladenida nima bor? Xaladenida biz vodiyda shakarob deydi. Shakarobda oshni yarim tayyor anaqa narsalarni sog'ganman. Xullas yo'lda qo'g'irib suv quyib shunaqa narsa qilib yurmay dedim-da. Yo'q, spalniga ko'tarib qo'yamiz. Birinchi etaj spalni. Hozir babi chegaraga kirsam, hali bor, endi mabodo kechasi kiramiz 10-11 dan keyin, chunki stankaga yetib bormadim hali. Kirsam ham tagini och dedi. Shunda mana stinalar tortilgan holatda qiynalamoqchikan. Hozir ochib qo'ydim, babi yotmayman. Hozircha keragi yo'ligi uchun. Soat 10 deganda stankani o'rtasiga kirib keldim. Oldimda 4 ta mashina bor. Daftar bo'yicha o'chirdi. 12 tacha mashina bor. 12 ta mashinadan keyin kirgizib yuboradi. Biz ichkariga nima holat, qachon kiraman, qachon kirmayman bilmayman. Dokumentim tayyor bo'ldi. Xo'p, elektronka, buning ichida kserokopiya bor, smerimi, pasportimi, texpasportimi kopiyalari. Buni Qozog'iston transportnisiga beraman. Qisqa qilib tushuntiray. Ichkarida yana bir agar tushuntiriladigan holat bo'lsa, tushuntirib qo'yaman. O'zbekistondan chiqish holati itakdali mana qo'linglarga bigino beradi. Ichida 18 ta narsasi bor. Uni sanitariya, оформление, tranzitning yana bir narsa, renging, tarozi, xullas hammasiga pechat urdirib chiqasizlar. Определенный narsa, lekin aytaman, har bitta pechatda qanchadir rahmatga bo'ladi. Ivot kelgan Qozog'iston tangada $100 49.300 tanga bo'layotgan ekan. O'zbekiston tarafda arzonroq oladi. Xullas $100 qildimda 30.000 tanga bunga to'ladim. Hozir O'zbekiston tarafdaman. Itakdali nimaga o'tib $2.000 50.000 rubl расход bilan chiqqanman. Расходga olganman. Может yetadi, может yetmaydi. Yetmay qolsa Rossiyada kartamdan ishlataman. Xo'p, Qozog'istonga o'tib $500 ni olib qo'yamanda 1,5 mingini tanga qilib olaman. Dizel qo'yaman, yana bir ikkita расходlarim bor. 2 marta zapravka qilaman, shunga yetadi. Так что 50.000 rublda pulim bor. Bankdan qilganman. Kurs bir xil O'zbekistonda nimadan оформлениyadan oshgan. Bu ichkariga yetmay qoladi. Hozir yana bir $100 atrofida maydalab olishim kerak. O'zbekiston tarafda tushunmaydigan narsalar yo'q, kirsanglar, agar mabodo kimdiringlar yaqinda chiqqan shopir bo'lib yoki boshqa bo'lib, mayski chegaraga to'g'ri kelib qolsanglar, kirasizlar, tarozidan o'tasizlar birinchi bo'lib, оформлениyaga dokumentlarni berasizlar, оформление qiladi, shunday chiqib dosмотр qiladi, boshqa narsa qilib plombani iladi, ana sariq plombili beradi, tirilarga plombani nomerini yozib beradi-da, bo'ldi, shu bilan chiqib ketasizlar. O'zbekistonda unaqa qo'lishadigan narsasi yo'q, chunki tir bilan chiqasizlar, boshqa muammosi yo'q, yukinglar cho'tki bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Вот, Mayskidan soat 1:30 da chiqib keldim. Endi mana shu yerdan 1,5 ming maydalab olish kerak tanga qilib. Вот, maydalab oldim. 735 ming tangamikan, shunaqa bo'ldi. Endi platni yo'lga pul tashlashim kerak. Shu yerda zo'r odam bor. Agar ishlayotgan bo'lsa. Hozir paka manetdan salarcha qo'yib olamiz 100 ta.
Shu bo'yi Shimkentdan chiqib qo'yaman. Soat 2 bo'ldi. Uyqu kelmaydi bundan bu yog'iga. Ertaga kechqurungacha xudo xolasa yurib qo'yaman agar yo'lda kelmasa uyqu. Bir bo'lmaydi-yu. Вот 100 litrcha quyib oldim. Endi Shimkentdan chiqib olamiz. Shimkent shahri o'sha masjid oldidan chiqib ketyapman. Dalshi yana 45 kilometr atrofida yursam zapravka yetib boraman. Короче, Shimkentda tungi poyga. Jigarlar, shunaqa darajada bo'ladi. Mana soat 4 dan 2 minut o'tdi. Shu paytda bo'lar ekan. Ha. Bu betda ham bor, polniy bir narsa, inamarka manaqa va samvala. Ular tak что mana shu yerda polniy poyga qilishar ekan. Gap yo'q lekin manaqa boshdalar. Tuning qilinganlar. Xayrli tongimizga kechqurun masjidga zo'rg'a kelib oldim. Uyqu keldi, sразу uxladim soat 4:30lardan ekan shunaqa. Hozir mana shu zapravkadan polni zapravka qilaman-da. Ikkala bakka ham polni qilib to'ldirib, jidkislarni qo'yib, muzlamaydigan qilib, atido qilib xotirjamchilaman. O'zimni zavodskoy avtonomkamdan tashqari yana добавочный Xitoy avtonomka qo'shganman, shunga ham salarka olaman. Chunki ikkita avtonomkam, bittasi отказ qilib qolsa, bittasini ishlataman, har qalay orientovka olganman. Ikkala tarafga ham ulaganman, birdaniga zapravka bo'lyapti-da, Ivan bachokka to'ldirish kerak. Так что 315 tangadan 5 tanga skidkasi bor. 310 bo'lyaptimi? Shunda 310 tangadan qo'yyapman ekan. Endi mashlarni quyib olamiz. O'sha 764 litr atrofida dizelni oldim-da, endi mana Turkistonga qarab yo'lga chiqyapmiz. Shu Turkistonga yetmasdan nima bor edi? Oshxona bor edi, zo'r sho'rva qiladi. Shu yerga kirib sho'rvani yeymiz-da, do konca yo'lda davom etamiz. Turkistondan chiqib Qizilo'rdaga qarab ketishdi. Mana shunaqa shamol generatorlari bor ekan 3 ta. Ben burilishida o'tmay tur deb signal cholyapti ana. Shunaqa pavorotlarda obgon qilib bo'lmaydi ekan buni. Ana signal cholib to'xtab tur pavorotda dedi. Tak что ratsiya ham bor ularda, ratsiyada ham gapiryapti. Qaranglar, mana orqasi mana yetgacha kelyapti уже. Yo'lni yopyapti-da. Ertaman jilganimdan beri pashti to'xtamadim. Moshinada ozgina produkti bor edi, to'xtab cho'ishdim, lekin moshindan tushmabman umuman. Hozir mana shu yerda Aqsaroyda International degan joy bor, mana yerda Qizilo'rda oblastga kiradigan, ular shu yerda ujinni qilamiz. Narsalar olish kerak, mana yerda zapchast do'kon, aksessuar narsalar bor, shunaqa narsalarni olib, sekin yana yo'lda davom etamiz, xudo xolasa. Вы приехали. Xo'p, ujinchani qilib oldim-da. Birpas mana shu yerda qiladigan ishlar bor. Hamma ishlarni qildim. Kerakli narsalarni oldim. 2 soat emas, 2,5 soatga yaqin vaqt ketib qoldi-da. Endi mana bu narsani ham shu yerdan oldim, mana shu kempingdan. Ichi meh, qanaqadir keng, qalin narsa ekan, udobstvasi zo'r ekan. Endi xudo xolasa orolga qarab yuramiz. Shimkent oshxonaga borib qo'ysam, soat kechqurunga 1-2 bo'lar ekan. Shu yerdagi bitta damni olib, dalshi sovuq o'lkalarga tushib kirib ketamiz. Hozir ham sovuq -4 bo'lyapti. Jota oldinda nimadir bo'libdi shekilli.
Ko'p mashina to'xtab turibdi. Может, yo'l remont bo'lyapti, может nimadir bo'lgan. 5-10 minut bo'ldi, faqat turibmiz. Ratsiyadan hech kim gapirmayapti. Ratsiya avariyga o'sha qilib qo'yasizmi, ko'zga yomon tegdi. Ha, endi gapiryapti odam. Rahmat. Avarinkasi ko'zga tushyapti ekan. Xullas yaxshi dam olamiz ekan, chunki Irgiz bilan Qorabutalar polniy bekiq ekan, galalot ekan, shamol ekan, juda qattiq ob-havo yomon ekan. Bu yerdan yopishini sababi hali 400-500 kilometr bor. Bu yerdan yopishini sababi o'sha yerga hamma mashina yig'ilsa, boraversa zabiti bo'lib, umuman ochilmaydigan darajada bo'lib ketadi. Juda haligindaqa bo'lib ketadi. Shunga astanovka qilib, Irgiz bekilgan bo'lsa 300 kilometr bu yerda bekitadi. Bu yerdan keyin Qizilordani bekitadi. Xuddi shunaqa qilib, haligindaqa qilib rejimda olib borib oladi. Bu yerlarni, u yerlarni bekitguncha u taraf ham ob-havo yaxshi bo'lib qoladi. Tak что bu kemping ham to'ldir, yo'lda o'rtasida qoldik. Bunaqa paytga to'g'ri kelmasin, dedim, endi babi iloji yo'q, to'g'ri kelar ekan. Navigatorga qarab tushuntiradigan bo'lsam, vot mana shu kulrangga o'xshashroq rangdagi joylar yopilgan joylar. Bu yerdagi nimalar yo'llar probka, yopilgan joy, yursa bo'lmaydigan joylarni ko'rsatgan. Mana qizildagilar вообще bitkom, umuman har taraflama yopilgan, probka, bu taraf kelishni maslahat bermayman degan narsa. Даже qishloq yo'llari, ana shag'alli asfalt yo'llardan, adirlarning ustidan shunaqa joylardan navigator ko'rsatib borishi mumkin. Rost sabrsizman-da. Stankaga kirib olay, bitta ikkita joy bo'lsa sig'ib yurib, bir narsa qilib, qisilib yurib dedim. Mana mashinalar ham sig'mayapti hatto. Bular ham orqamdan kelib oldi bitta chiqishimga. Xotirjamroq yotaman. Yo'l yuzida yotganda, manaqa joyda yotgan udobni. Agar bu yerda joy bo'lmasa, orqaga qaytib ketaman. 30 kilometrda yana bitta kemping bor ekan. Shu joyda mashinani stankaga qo'yaman, xotirjamroq yotaman. Izlagan imkon topar, любой narsani ilojini topaman deb mana ketdi. Bir chekkaga joylashib oldim. Ozgina orqani oldim chiqib qoldi. Hozir orqani to'shni santimetrini olaydi. Bitta tushib ko'rib chiqqanimdan keyin incha orqaga yurib qo'yaman. O bo'ldi, mana teppa-teng qilib qo'ydim mashina bilan. Qolganlar sarson, sargardon, qaytib chiqib ketganlari ham bor ichida. Xayrli tong bizga. Birinchilardan bo'lib o'zimiz yuryapmiz. Yaxshi budulnikka qo'yib qo'ygan edim, budulni cholishiga sraz turib tavanetdan chiqib keldim. Даже hali ko'p mashina yurmagan edi. Bismillahirrohmanirrohim deb yo'lga chiqdik. Bular o'zimizni Cobaltlar zapravkada tiqilinchda o'chirta turgan, qanaqa qilib kirib, qanaqa qilib chiqib olishni bilishadi. Men zapravkada to'polon ham bo'lmaydi bu yerda. Просто meni balonim eshilib qoldi ozgina. Soat 10 bo'ldi, hali yo'lni ochmadi. Mana shuncha mashina turibdi, mana vanetdan bekilgan. Yo'q, mana yaxshi. Gayni aytishi bo'yicha Aktobe bekilgan, Irgiz bekilgan, Qorabutak bekilgan, Aral bekilgan, Ibir bekildi. Shu 5-6 ta joyda mashina bekitib chiqqan. Chunki bitta joyda o'zidan bekitadigan bo'lsa, постоянно mashina borib turib o'chirib ko'payib ketar ekanmish, mashina ko'payib ketar ekanmish. Ob-havo juda yomon ekan Aktobeda. Mana bu tarafdan ham endi mashinalar kelishdi boshladi. Kelmayotgan edi. Gay o'zi oldinda zapravajniya qilib olib ketyapti, lekin yo'l quruvda, galalot yo'q menimcha. Tormoz bossa bemalol bo'lsa kerak, lekin haygoda shunaqa. Bu tarafda ham ozgina divizionni ko'payib qoldi-da, mashinalar ham kelyapti. По-моему, ochildi shekilli. Bu yoq ham kelishga, bu yoq ham ketishga. Tezligimiz baland, normal tezlikda ketadigan yo'l. Sekin-sekin iziga tushib ketdi hamma yo'l. Chetdan ko'rsanglar bo'ladi, mana u oldida zapravajniya qilib ketyapti. Yo'llar mana shunaqa ahvolda, shuning uchun manaqa mashinalar ketgan. Xudo o'zi saqlasa. Uje bu uchinchisi bo'lsa kerak. Buni даже kranni olayotgan. Normalniy o'ntalib ketgan ekanda bunisi.
O'zbekistonniki ekan mashinalar ekan. Ora-orada shunaqa bomba tushgan joylar ham kelib qoladi. Bu vobshe yomon ekan yo'lda ham. Yaxshi katta tezlikda kelmadim, sekin keldim. Irgizdagi kempinglarga to'xtayapman. Xullas, Keruven degan oshxona bor edi mana shu yerda. Kartoshka frili bitta ovqati bor edi, nomini nima ekan bilmayman. Shu yerda choy ichaman-da. Idalchi Qarabutaqqa 196 km ekan. Aktobega 400 km ekan. Xudo xolasa soat 8-9 larga Aktobega kirib boramiz. U yoq chegara 10-11 larga chegaraga borib qo'ysa bitta o'chirib topib qo'yaman. Ujunchani qilib chiqdim-da. Sekin yana yo'lga chiqamiz. Soat 2 dan 40 minut o'tgan vaqtda choy ichib chiqibman. O'ylaymanki, eng rejimsiz vaqt soat aniq emas, choy ichadigan kasb egalari bu o'zimiz deb o'ylayman, shoferlar. Chunki yo'limda oshxona kelmadi, kelganda ham to'xtamasdim, chunki qaysidir bitta lokatsiyaga yetib olib, qanchadir kilometr yurib, keyin choy ichib keladi, qanday ichim g'alati bo'ladi, bilmayman. Ular shu birinchi ertalab yurgan joyimdan 340 km yurib keyin to'xtadim-da. Hozir yana 300 yoki 400 km yurib to'xtamoqchiman o'sha qilgan. Chunki har 200 km, 100 km orasida 1 soatdan dam olsa, o'sha kun o'tib ketadi, qanaqadir yo'l olmaganga o'xshab tuyuladi. Shu sabab rejimsiz oshqozonni ham hali vaqti yo'q, obed payti ochmaydi. Obeddan keyin 3 larga borib qorin ochib qolishi mumkin yoki kechqurun 6-7 da hamma bilan o'yin qiladigan payt qorin to'q, kechasi 11-12 ga borib ochib qolishi mumkin. Tak что shunaqa. Avvalo rejimga anaqa qilgan yaxshi, chunki yaqinda bitta tanish shoferim oshqozon kasalligi bilan operatsiya bo'ldi. Bu juda og'ir, juda qiyin kasallik ekan. Даже o'zim borib gaplashib nima qildim-da. Oshqozon yarasini, xullas shunaqa narsa ekan. Och yurishli, rejimsiz yurishli, noto'g'ri ovqatlanish shunaqa narsalardan kelib chiqar ekan. Maksimalni o'zimizni asrab, sog'lig'imizga birinchi o'rinda qarab yurganimiz yaxshi. Ikkinchi o'rinda bu bel og'rig'i. Uchinchi o'rinda yana aytib bo'lmaydigan kasalliklar bor, shular kelib chiqishi mumkin. Hozirgi O'zbekistonda rivojlanishiga, ishlab chiqarish, iqtisodiyot, logistika shu sohalar rivojlanishiga qaraganda, agar Qozog'istonda yerimiz bo'lganda, даже biz ham top urovinglarga Amerika, Xitoy shunaqa narsalarni uroviniga chiqarmadik deb o'ylayman, aholi bilan, ya'ni ayniqsa. Hozir mana shunaqa bepayon, oxiri yo'q, tugamaydigan, bekordan yotgan yerlar mana shu yerda bordi. Bizda hattoki bunaqa yerlar yo'q. Unaqa unumdor biron narsa eksa chiqadigan yoki qanaqadir bir ishlab chiqarish yoki boshqa narsa qiladigan zavod, qulayliklar hamma taraflama bo'ladigan joy yo'q. Navoiy taraflar bor, u taraflar poytaxtga uzoqroq. Keyin men bu tarafda Rossiyani ham bitta nimasi bor, kosmodromi bor, bilsanglar, Baykonur. Uni ham Qozog'istonga qurgan. Yer juda slishkim katta. 200 km, 300 Andijondan Toshkentgacha 360 km mi? 360 km ichida qancha narsa, qancha viloyat, qancha tuman, qancha rayon, aholi yashash joyi, qancha narsalar borda. Angren, Ohangaron, chakana odamlar yashamaydi. Bu yerda 300 km mi? 800 km просто tak odam yo'q joydan o'tib ketadi. 800 km, 1000 km. Даже men chiqqan joyim, bundan u yog'i Xitoy tarafiga ketadigan bo'lsangiz, Almaty, Taraz, u taraflar ham xuddi shunaqa. Demoqchiman, shunaqa darajada bir taraf Rossiya, bir taraf Xitoydagi gigant davlat, gigant logistika markazi, tranzit markazi bizda bo'lib qolganda, bizda ham barmo'j dunyo o'rniga chiqardi. Hozir ham yomon emas, lekin oldinlari ko'pchiligi O'zbekistonni aytsa bilishmasdi ekan. Yaqinda Turkiyada bo'ldim. Tanzaniya, Afrikani qaysidir bitta respublikalari, yana 5-6 davlatdagi turistlar bilan, o'zim ham turist bo'lib borib, turistlar bilan suhbat qurdim, gastitsada birga bo'lib qolib. Shular bilan gaplashganda ham O'zbekiston desam bittada biladigan bo'lib qoldi. Bu ya'ni nimadan keyin Parijda o'tgan yaqindagi olimpiadadan keyin, yana 5-6 ta narsalardan keyin bar sportchilar tanitar ekan shunaqa narsalarni deb. Yana bitta angliyalik nima bilan bo'ldim. U yerda ham angliyaga aytsam O'zbekiston desam, Husanov deyapti. O'sha chetga ham qanaqadir bir nomimiz chiqyapti. Oldin SNGdan O'zbekiston desa qanaqadir past nazar bilan qaralarmidi, shunaqa edi. Mana mashina orqamda ketyapti-da, hozir balon otib yubordi-da, fokusdan. Tushib qaralashib beramiz. Yomon otdi, lekin shunaqa bunaqa ko'rmaganman balon otganini. Men biron nimasi yonib ketdim, bir narsa bo'ldi deb o'yladim. Bu katta balonlardan ekanda, shuni hisobiga balat bang'illabdi. Hozir men sarovkani olib kelaman, bo'shatishib yordamlashib qo'ymasak bo'lmaydi. Bir o'zi ekan. To'xtab 5 minut, 10 minut o'tirgandan keyin
boshqalar ko'payib ketdi. 20 minutga qolmasdan almashtirib qo'ydik. Endi sekin yo'lga chiqdim. Qarabudoqqa 30 kilometr atrofida qoldi. To'xtamasdan soat 10 gacha Xramtaudan o'tib olishim kerak. Har safar lavoyim sinali paytda o'tganimda mana shu gaylar to'sardi. Qani ko'ramiz, hozir to'sadimi, to'smaydimi? Agar to'ssa, kamera bilan birga tushib, nima istayotganini so'raymiz. Ana unisi уже taniydi meni, o'no chekadagisi. Yaxshi to'smadi. Anchadan beri 3-4 safardan beri to'xtatadi, lavoyim bilan olishadi. O'tgan reysda Penzada Rossiyada almashtirgandim lavoyimni. O'tgan yili, ya'ni 2025-yilda. Даже bular bilan bir marta tan olmasdan mana 14 sm dan oshmash kerak lavoy singani. 14 sm emas, 12 sm men metr bilan o'lchab berganman. Baribir yozaman, o'qilaman, bu qilaman deb do'li limit qiladi. 2000-3000 tanga so'raydi. Bersangiz, prosta tak harib bo'lib qolmaydi deb turib bermayman. Olishaman dakansi. Nimaga to'xtating deb birinchi to'xtatganda syomkani yoqaman har safar. Kamerani chiqarib qo'ymayman, prosta tak uni haligindan qilish uchun, qo'rqitish uchun. Keyin yo'l dedi, yomon dedi, shunga ehtiyot bo'lib yur, ichkilik bo'lmaganmi deb tekshirgan, nima qildim dedi. Yo'q, ichkilik bo'lmagan dedim, u dedim, bu dedim. Keyin tahograf so'radi. Tahograf so'radi, uni haqqi yo'q, transportning massani sen dedim. Nima qilasan hozir ishlamayotgan bo'lsa, qanaqa qilib jarima yozasan dedim. U desa bu dedi, bu desa bu dedi. Dalchi Qorabutad ichiga Banisaga ham kirib chiqqanman, spirtnoy ariza topshirgani. Sen jinnilik qilyapsan, ichib olgansan, nimadir qilgansan, o'qigansan, to'lamayman, pul bermayman, shtraf yozdirmayman deganman. Ular shunaqa qildi, ana ikkinchi turganda уже tanib qolgan. Chunki 2 martami, 3 marta shu to'sgan, ismimni ham biladi даже. Telegram akkaunt, Instagram akkauntimni ham biladi. Ko'rsatganman unga. Chista galolot. Ayni. Siyg'anchiq. Ob-havo ancha yomonlashdi, qalin tuman bo'lyapti. Hozir sal ochildi manetlar. Nimaligi uchun syomka qila olmadim. 50-60 tezlikda yuribmiz. Xramtaun ichi. Bundan o'tgandan keyin asosiy 35-40 km, 50 km atrofida juda ob-havosi yomon yo'l bor. Tekizlab qo'ydi-yu yana ham, lekin juda shabada qattiq bo'ladi. Qor, sovuq, yer, asfalt, galolot, hozir yomg'ir yog'yapti. Mana shu asfalt, mana suv usti polniy muz. Tormoz bossa siyg'anadi. Lekin to'xta olmayman. Chunki ertalab soat 8 da chegaraga o'chirib olganman. 8 km atrofida, 220 atrofida qoldi chegaraga. Chegaraga borib qo'yishim kerak. Chunki o'chirib turib borgunimgacha ham ertalab 8 bo'ladi. O'chirib 3 km atrofida bo'lsa kerak. Ko'rish qiyinlashyapti. Faralarimni artib olishim kerak. Mashina kelmasa hech nimani ko'rmay qolyapman. Ona Captiva'ni orienировка qilib olib ketyapman. Nimadir bo'ldi yoki presga o'chirib turibmiz. Vaziyatdan foydalanib, shunday tushib faramni artib olishim kerak. Mana sal ochildi bir taraf. Aynaga suv chachadigan muzladi. Umuman mana suv chachmayapti. To'g'risi bitta narsani qildirsanglar yaxshi chiqmasa asabiylar buziladimi? Yaqinda led qo'ygan edim. Bo'yi tixota turganda shunchalik qimirlayapti. Hozir mana shu yurganimda vafshe bo'lyapti. Kamiga mana bitta orqaga yurishim kerak hozir. Parkovka qilganim, mana oshxonaga kiramanda aylanib qolyapti. Blokirovkani qo'shdim. Aylanib qolyapti. Nastrenani buzilgan joyi. Telefon qilib ustaga shuni qo'yib bergansan, esingda bo'lsa. Men senga aytdim, jicha qimirlayapti, u bo'lyapti. Yo'lda ish qilib sarson bo'lmaymanmi desam, yo'q dedi. Telefon qilsam, germetika qo'yib qo'ying ichiga. Qimirlamay qoladi aka, germetika yonboshlariga, chekalariga deydi. Men bu sovuqda hozir fareni qachon ochib olaman dedim. Qachon kerak bo'lgan dedi.
Так что ishdan qochmayman, yaxshi udobstvoli joy bo'lsa, любой narsani qilaveraman. Qanaqa ishi bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir Rossiyaga o'taman. O'tganimdan keyin 100 km, 130 atrofida yursam, bitta garaj bor. Shu garajga qilib kirib to'g'rilab olaman. Ustam bor u yerda. Menga samospol haydashni, shu katta mashina haydashlarni birinchi o'rgatgan odam. Ko'ryapsizlarmi, jigarlar? Уже asabni buzib yuboryapti, вообще. Pagoda yomonlashib ketyapti. Borgan sari shamol bo'lgan payt syomka qila olmadim. Qattiq shamollar bo'ldi. Dajmani yerdan ko'rsanglar ham bo'ladi, endi to'xtadi. O'chirt 3 km 800 metr ekan, shu yerga kelib to'xtadim. Oxirida akalarimiz to'xtatib turibdi. Agar mabodo o'chirtda turib uyqum kelib qolsa, shunday nimani yoqamanda uxlayveraman. Chunki o'chirdim ertalab 9 dan 10 gachamikin, 8 dan 9 gachamikin shunaqa edi. Montajda qo'yib yuboraman o'chirtimi. Mana shu yerdan tortib chegara ko'rinmayapti-yu, dalshi bu tarafgacha. Buni ham oxiri ko'rinmayapti. Tak что shunaqa o'chirtda qo'yganmiz. O'chirtim 8 dan 9 gacha, lekin 17-sana, 18-sana sahar 6 gacha amal qiladi bu. Shunaqa diviziyalarni, nimalarni hisobini olgan holatda, lekin undan erta kirib qolsangiz, misol 8 dan 9 gacha bo'lsa, shu vaqtda kirish kerak. Undan erta 6 dan 7 gacha yoki 7 dan 8 gacha kirib qolsangiz qo'ymaydi yoki ichkarida kutib turish kerak yoki dalolatnoma yozib qaytarib chiqarib yuboradi. Ular shunaqa o'tib ketib qolsa ziyoni yo'q. Ertangi sana saharga 6 gacha amal qiladi. Lekin erta kirib qolsangiz bor, qaytarib chiqarib yuboradi yoki nimadirlarni talab qiladi. Вообще ishlamadi granitsa, umuman tortmadi kechadan beri. 1 km, 1,5 km tortdi xolos. Shu bo'yi turdida keyin chiqdi. Rossiyaga ham kirib kelib oldim. Mana shu yerdan chiqishimda bitta yaxshi xabar bor edi. Kecha esinglarda bo'lsa, mana farani remont qilishim kerak. Qimirlab qolyapti dedim. Ustam bor Orenburgda deb. Shu ustam Perigon mashina olib kelibdi. Mana shu o'chirtda turibdi, shu yaqin atrofda. Shuni billa qaytib ustami olib ketish kerak. Sarochinskiyga 200 km bu yerdan Orenburgdan kelgan. Shu yerga men bilan billa ketadi. Keyin ularning garaji bor. Shu garajda remont qilib olaman yoki mana shu yerda zapchas magazin bor, oshxonada. Shu yerda ko'rib olaman. Orenburg 152, Kazan 571, так что shunaqa ukazatorlar. Akbulanskiy rayon, Orenburgskiy oblast. O'chircha unaqa ko'p bo'lsa ekan, u yerda. Yo'l azobi odamni qaritadi deb bekarga aytishmagan ekan, kattalar, agar eshitgan bo'lsanglar. Ko'rdinglar, O'zbekistondan shu yergacha qanchadir kun yurib keldim, nechidir oy nimalarni ko'rdim, qanaqa narsalarni ko'rdim, diviziyalarni ko'rdim. Ular ko'zinglar ko'rdinglar. O'ylaymanki, bu sohaga qiziqadiganlar shunaqa yomon taraflarini, ob-havoda, riski kelgan muammolarni hal qilishlarini o'rgandinglar degan umiddaman. Xudo xolasa bu safargi videomiz tugadi. Так что Moskvaga borib yukimni tushirib, qanaqa yuklarni olib, qachon nech pulga bu safargisini qo'yaman. Xudo xolasa nech pulga nima yuk, qayerdan, qanaqa yuk, xullas hammasini qo'yishga harakat qilaman keyingi videoda. Xudo xolasa nima deymiz, keyingi videoda ko'rishguncha. Bu video tugamadi, men davom ettirib ketaman. Просто bu qismi tugadi chunki video cho'zilib ketyapti. Videoni qiziqib shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlardan bitta narsani iltimos qilardim. Videoni qaysi davlatdan yoki qaysi shahardan, qaysi viloyatdan ko'rganinglarni, soat nechida ko'rganinglarni yozib qoldirsanglar yaxshi bo'lardi. Men uchun juda qiziq bu narsa. Hammalarga yaxshi kayfiyat, akalar, mehnat qilishdan hech qachon charchamanglar. Vash turbinani zashligini eshitdim-da, tagida vakuumchasi bor ekan. Keyin bir yo'li toplik filtr, Ivano tashqaridagi atstonli filtrni almashtirmoqchiman. Tushunishinglar uchun yo'l shunaqa darajada yomon mana. 133 nomer tushibdi. Ozgina qilib piyozni to'rg'adimda, bo'ldi. Shu yerga kelib qatidimda, balonim aylandi hozir. Tushunishinglar uchun qanaqa tor, qanaqa aylanib qoladigan joylar. Quruq yo'lgacha olib chiqib oldim.
4000 rubl tushunishinglar uchun ipiga pul so'rayapti. Xayrli tong bizga. Mana samasval kirib ketibdi bu tarafga qiyshayib. Juda tez yurar ekan o'zi. Samasvalchilar bundan qor tashlayotgan.